Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz ayni daqiqada Ulug'bek aka bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Yo'q. Ulug'bek aka yaxshimisiz, salomatmisiz, sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qo'ng'iroq qilib, sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Allohga shukr. Agar qo'ng'iroq qilib, sizni bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor uzrlarimni so'rayman. Ayni daqiqada g'oyibona bo'lsa-da suhbatdoshingiz bo'lib turgan loyiha, tabriklar loyihasi, siz ushbu loyiha boshlovchisi Iroda bilan jonli muloqotdasiz. Akajon, bugun siz uchun bir quvonchli kun ekan. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona, shodona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hamisha Allohimning nazarida bo'ling. Alloh suygan bandalari qatorida bo'lib, xayrli go'zal yoshingizga hali yana ko'p bora yoshlar qo'shilib, mana shu oila a'zolaringiz, barcha yaqinlaringizni baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring deb qolamiz. Rahmat. Minnatdormiz. Albatta sizni qutlab, sizni eng yaqinlaringizdan birlari bugun bizni loyihamizga siz uchun murojaat etibdilar. Siz uchun shunaqangi chiroyli dilnomalar, tabriknomalar yozib qoldiribdilar. Shu o'rinda sizga savol bilan murojaat etaman. Ushbu yaqiningizni kim deb o'ylaysiz? Bugun sizni yuzingizdagi, ko'zingizdagi quvonchga kimlar sherik bo'lmoqchi bo'ldi ekan? Taxmin qilib ko'rasizmi? Bitta faqat. Kim bo'lishligi? Men o'zimcha taxmin qildim. Albatta. Sizni eng yaqin insoningiz, sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi mehriboningiz, ahli ayolingiz Zahroxon opamiz qutlab qolibdilar sizni bugungi go'zal shukrona, shodona ayyomlar bilan, 47 bahor olamlaringiz bilan. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Tashakkur, minnatdormiz. Albatta akajon, sizni mehribon ahli ayolingiz o'z qo'llari bilan siz uchun ozginagina dilnoma yozib qoldiribdilar. Agar ijozat etsangiz, ushbu dilnomani siz uchun o'qib eshittirib, sizni yanada xursand etsam. Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum, oilamiz ustuni. Hayot yo'llarimda suyanch bo'lgan, qadrli, mehrli insonim, dadajonisi. Sizni bugungi go'zal kunlaringiz bilan, ya'ni kim ushbu go'zal shukrona, shodona ayyomlaringiz bilan, Rasulimizga ummat bo'lgan go'zal shukrona kunlaringiz bilan, chin qalbimdan, chin yuragimdan, oilamiz nomidan samimiy tabriklayman. Dadajonisi, hamisha baxtimiz uchun bor bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim ikki dunyoning savob saodati sizga yor bo'lsin. Allohim har bir qilayotgan ishingizda o'zi yor, madadkor bo'lsin. Biz barchamiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz, ardoqlaymiz, hurmat qilamiz. Boringizga ming shukronalarim bo'lsin. Yaxshiyamki hayotimda siz borsiz. Hayot yo'llarim siz bilan bog'lanib, bu dunyoning eng baxtli ayoliman. Dadajonisi, ilohim farzandlarimizni rohatiga, go'zal kunlariga birgalikda guvoh bo'laylik. Hali birgalikda keksalik, gashtini surmoqlik ham bizlarga nasib aylasin. Allohim har bir qilayotgan ishingizda o'zi yor, madadkor bo'lsin. Inshaalloh qo'llaringizdan tutib, muborak Ka'batulloh tomon otlanaylik-u, payg'ambarimiz yurgan yo'llardan takror va takror yurmoqlikni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Dadajonisi, sizni jonim qadar yaxshi ko'raman. Yaxshiyamki hayotimda borsiz. Dunyodagi eng baxtli insonlar saflarida bo'laylik. Baxtimiz osmon qadar cheksiz bo'lmoqligini Allohimdan so'rayman. Inshaalloh kelajakda go'zal hoji ota-yu hoji ona maqomlari bilan Allohim siylagan bo'lsin. Boringizga ming shukrlarim bo'lsin. Salom. Rahmat. Minnatdormiz albatta. Albatta hamisha Alloh taoloning panohida bo'ling deb qolibdilar. Albatta siz uchun ozginagina she'riy satrlar ham qo'shib qo'yibdilar. Mening borlig'im siz, jonovcha xonim. Ba'zan yaxsiz u ba'zan yomonim, barchadan qizg'onib rashk insonim. Sizni borligingiz yaxshi ko'raman. Hayotning sinovi og'ir kelsa ham, sizni borligingiz dardimga malham, qalbdagi ardog'im, jon tomir rishtam. Sizni borligingiz yaxshi ko'raman. Menga hashamat u tillo kerakmas. Sizni shodon ko'rsam deyman har nafas. Shu aziz boshingiz omon bo'lsa bas. Sizni borligingiz yaxshi ko'raman.
Dadajon esa har on har lahzada o'zingizni ehtiyot qiling. Alhamdulillah deyman, dunyodagi eng baxtli ayolman. Yaxshiyamki hayotimda borsiz. Boringizga shukr deya mana shunday juda ham chiroyli dilnoma, tabriknoma xatlariga yakun yasagan sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi mehriboningiz, ahli ayolingiz Zahroxon opajonimiz bo'ldilar. Rahmat sizlarga ham katta. Tashakkur minnatdormiz. Albatta Ulug'bek aka, ayni daqiqada ovozlaringiz loyiha tomonidan yozib olinmoqda. Agar ahli ayolingizga aytar so'zlaringiz, dilnomalaringiz bo'lsa, marhamat, ular ham sizni oz daqiqalardan so'ng eshitadilar. Men hozir mesrazdil so'zlar bilan nima qilib oladigan odam emasman, to'g'risini aytaman. Erkak kishi bari so'zga yo'q bo'ladi. Albatta. Erkak kishi o'ziga biladi, qanaqa qilib ko'rsatish. Joninglar sog' bo'lsin, rahmat. Minnatdormiz Ulug'bek aka, bugungi go'zal shukrona, shoyjona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'limdan ayt, nima farqi bor? Jonimni berganman senga, senda haqqim bor. Sen bilan har kunim ma'nodir, seni har so'zing dardimga darmondir, dardimga darmondir. Bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman. Bir senga yorman, sevgingla bahorman, bilsang bas shuni, senga men qurbonman. Sen bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman. Bir senga yorman, sevgingla bahorman, bilsang bas shuni, senga men qurbonman, jonim. Sevgimni oshkora qilib yurmay ayt nechun. Sen bilan har kunim ma'nodir, seni har so'zing dardimga darmondir, dardimga darmondir, jonim. Sen bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman. Bir senga yorman, sevgingla bahorman, bilsang bas shuni, senga men qurbonman. Sen bilan erkan bahorman, sevgingla borman, senga men qurbonman.